Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan judayam mazali, kam haj, tez tayyor bo'ladigan obedga kechki taom o'rnida iste'mol qilsanglar bo'ladigan kartoshkadan kotletlar tayyorlashni o'rgataman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib ko'rib turganinglardek ikkita dona kartoshkamizni suvga solib qaynatishga olib qo'yamiz. Bu orada ozginagina ko'k piyozimizni hamda 3 ta dona chesnokimizni mayda qilib to'g'rab olishimiz kerak. Chesnokni maydalab tashlaylik. Menda yaxlatilgan perslar bor edi, shuning uchun shu perslardan foydalanyapman. Sizlar agar svejiy pers olsanglar, bitta dona qizil persimizni mayda qilib to'g'rab qo'shib yuborishimiz kerak. Mana hamma mahsulotimizni mayda qilib to'g'rab tayyorlab oldik. Endi отдельно tarelkaga bitta dona tuxum chaqib olamiz, ustiga kler qilamiz. Bitta dona tuxumimizga stakanda 4dan 1 qismida ozginagina suv qo'shiladi. Bu degani yarim stakanni yarmini qo'shasizlar. Ozgina tuz, men ozginagina kurkuma, kashnich urug'idan foydalanyapman. Paprikalar bo'lsa qo'shib yuborsanglar ham juda ham svetini chiroyli qiladi. Bitta hammasini yaxshilab aralashtirib, bu suv massamizga 3 osh qoshiqda un qo'shib turib, yaxshilab yana aralashtirib, bir xil massa qilib olishimiz kerak. Mana shunaqa ko'rinishda quyuqqina bo'lishi kerak. Unaqa suyuqroq emas, shunaqa quyuqlikda tayyorlab olinglar. Boshqa idishimizga tayyorlab qo'ygan non talqonimizni solib olamiz. Aytib o'tganimdek, bu talqonni bemalol nonlarni quritib turib мясорубкаdan o'tkazib yuborsanglar, shunaqa mayda holatga keladi yoki magazinlarda ham tayyor sotadi. Qaysi biri sizlarga udobniy bo'lsa, shu usuldan foydalaninglar. Kartoshkamiz ham 20 minut atrofida qaynab pishib oldi. Unaqa yumshoq bo'lib ketish kerak emas, o'rtacha qattimlikda bo'lishi kerak. Eziltirib pishirmanglar kartoshkani. Keyin kartoshkalarni qirg'ichma shunaqa yer etishidan o'tkazib olishimiz kerak. Shuning uchun unaqa yumshoq qilib pishirmanglar. Tayyor bo'ldi mana kartoshkalar. Endi bu kartoshkamizni отдельно idishimizga solib olamiz. Kartoshkamizga ta'bga ko'ra ziravorlardan foydalanamiz. Tuz, men kashnich urug'idan foydalandim hamda qora murch ishlatyapman. Agar qizil paprikalar bo'lsa, undan ham sovaringlar sizlar. To'g'rab tayyorlab qo'ygan ko'k piyoz, pers, chesnoklarimizni qo'shib yuboramiz. Bu masallig'imizga yana 2 osh qoshiqda kraxmal qo'shamiz. Agar kraxmalinglar bo'lmasa, undan foydalansanglar bo'ladi. Hamma mahsulotimizni yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olishimiz kerak. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi qiymasi. Endi bu kartoshka pürelarimizdan bitta osh qoshiqda olib turib, qo'limizda shaklga keltirib olamiz. Men ozgina kichkinaroq yasavanman, mana shunaqa uzuncharoq shaklda yasab olamiz. Agar qo'lingizga sal yopsa, qo'lingizni ozgina ho'llab turib yasab olsanglar ham bo'ladi. Yaxshilab siqib birlashtirib olishimiz kerak. Shunda pishish jarayonida ochilib ketmasdan chiroyli bo'lib qovuriladi. Xohlasanglar kattaroq shaklda ham olsanglar bo'ladi, lekin kichkinaroq shaklda qilsanglar, ustiga kler, suxariyli qilganimizda yana ham kattalashadi kotletlarimiz. Mana hammasini shu ketma-ketlikda yasab idishimizga solib olamiz. Shu qiymadan menda 14 ta kotletlar chiqdi. Endi bu tayyor bo'lgan kotletlarimizni birinchi bo'lib klerga botirib olamiz. Oldi orqasini yaxshilab botirib turib, keyin suxarigimizga ham bitta botirib tayyorlab olishimiz kerak. Ko'pchilik savol beradi, kler qilmasdan, suxariy qilmasdan qovursa ham bo'ladimi degan savol. Unda ham qovursanglar bo'ladi, faqat bitta unga botirib olib, keyin qovursanglar ham bo'ladi. Lekin bunaqa usulda juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Mazasiga ham ta'sir qiladi, hamda ustlari kumir-kumir bo'lib chiqadi. Shuning uchun suxariga botirsanglar yana ham shirali bo'ladi. Klerga botirib olamiz, suxariga botiramiz, hammasini shu ketma-ketlikda yig'ib tayyorlab olishimiz kerak.
Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videolarimga bittadan like bosib qo'ysanglar, hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganingiz uchun hammanglarga kattakon rahmat. Kotletlarni tayinlab, tovamizga ozgina yog' solib, pastroq olovda qizdirib qo'yamiz. Tegini baland qilib qo'ymanglar. Pastroq olovda pishadi. Hammasini sig'gancha yarmini men sovoldim, 7 tasini solib oldi orqasini chiroyli qilib qizartirib olishimiz kerak. 2 minut atrofida oldi orqalarini chiroyli qizarguncha qovurib olasizlar. Aytib o'tganimdek, tegi baland bo'lib ketmasin. Ichlari pishmay qolishi mumkin. Mana shunaqa rangi kirg'izib chiroyli qilib qovurib olishimiz kerak. Teylarni tekshirib turib, yaxshi qizarganidan keyin idishlarimizga ko'tarib olamiz. Idishlarga oldin salfetka sovolinglar. Ortiqcha yog'larini shimib oladi salfetka. Hammasini ketma-ket olamiz. Qolgan kotletlarimizni ham solib, xuddi shu ketma-ketlikda chiroyli qilib qizartirib olishimiz kerak. Keyin bularni ham idishimizga ko'tarib olamiz. Juda ham oson, tez, ayniqsa mazali bo'lgan kotletlarimiz birpasda tayyor bo'ladi. Vaqtinglarni ko'p olmaydi. Eng muhimi kam xarj. Mana qaranglar. Ozginagina masallidan shuncha kotletlar chiqadi. Albatta qilib ko'rishinglarga arziydi. Ovozlarini ham eshitinglar, ovozlari ham xrustyashi, ustlari qimir-qimir qiladi. Ichlari yumshoq bo'lib turadi. Buni soklar bilan, souslar bilan yoki ketchuplar bilan tanovul qilsanglar, mazasiga ham zo'r bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Shunaqa ketchuplar bilan tortsanglar dasturxonga, rosa mazali bo'ladi. Bolajonlarga juda ham yoqadi. Aziz kuzatuvchilarim, videolarim yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringiz uchun o'zinglarni asranglar.